Bugungi xonadonimiz juda ham fayzli xonadon bor-ku. Kelib ko'rsangiz menimcha yoqib qoladi. Manhattan kerak emas sizga, mana shu joyimiz Manhattan hisoblanadi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi xonadonimizda JK Muhtashamda joylashgan Avayskiy bozori yonginasida duplex xonadonimizda 4 xonadan iborat 128 kvadrat umumiy maydoni. Bitta ko'rsatib chiqaman, oxirida narxini ham aytib o'taman. Shunaqangi chiroyli fayzli xonadon qarab yurgan eng yaqin insoningizga qip-qizil qilib yurakchan bosib yuborib qo'yish esdan chiqib qolmasdi. Qani kelinglar boshlaymiz. Kirish qismimiz mana shu joydan boshlanadi. Bu yerda ikkinchi etajga chiqadigan joyimiz bor. Buni hozir video davomida ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda sirazi zalimiz joylashadi. Как o'tiradigan zona qilingan. Mebelamiz hammasi под zakaz, juda ham yumshoq, kojinli. Bu yerda televizorimiz LG qo'yilgan. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Oshxona полный посудомойkalar bu yerda. Mana bu xolodilnikimiz, mikrovolnovka hammasi Hoffman. Bu yerda gaz plitamiz. Mana buni qarang. Bunaqa narsa juda ham ko'p uylarda bo'lmaydi. Bu uyimizga обязательно qilishgan, ayollarimizga juda ham kerakli narsa. Ovqatlarga juda ham suv shu joydan qilsangiz bo'ladi. Посудомойкamiz bu yerda. Mebellarimiz hammasi krashinli mebellar qilingan. Mana bu joyga ahamiyat bersangiz bo'ladi. Zinamiz tagi полностью shkaf bilan jihozlangan. Ancha narsa ketadi. Kelinglar. Bu yoqimizda esa sanuzlimiz bo'ladi. Sanuzlimiz bu yerda stiralka qilingan. Bu yerga dush qilingan. Dushdan ko'ryapsiz, smesителlar juda ham sifatlisi, внутренний qilingan. Sizga ancha yil xizmat qilib beradi. Bu esa spalniy xonamiz, master spalniy, kattalar spalnisi. Qisqa qilib aytganda, bu yerda полный строенный shkaflari bor. Bu ham juda ham yumshoq, kojinli qilingan, konditsioner bor. Oynalarimizni shunday ochsangiz, vid juda ham chiroyli, kechqurun juda chiroyli bo'ladi, maza qilasiz. Endi ikkinchi etajimizda ikkita spalniy bor. Uyimizda общий 3 ta sanuzl bor. Ketdik ikkinchi etaj ko'ramiz. Mebellarga qarang, nima deyapti? Xrustalga o'xshaydi, juda ham chiroyli qilingan. Xo'p, ikkinchi etajga chiqib oldik. Ikkinchi etaj bilan bu lustraga ahamiyat bersangiz bo'ladi. Juda ham katta, bahaybat lustra qo'yishgan. Ikkinchi etaj mana bitta kichkinagina hol, mana bu mягкий qo'yib, bemalol bu yerdan o'tirsa bo'lar ekan. Keling endi bu yoqni ko'rib chiqamiz. Детский xonamiz. Qarang, детский xonamiz mana bunaqangi угольный qilingan, chunki mansardniy etaj bu. Lekin vichkalar qilingan, oynalar bor, havo aylanshi juda ham zo'r. Bu yerda esa o'zining sanuzli bor, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Ana bir xigri ko'p kishi tushunmaydi, mansarda issiq bo'ladi, u yoq bu yoq bo'ladi deydi. Lekin unaqa bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bu joyimizni полностью shumoizolyatsiya qilingan, umuman issiq sovuqni o'tkazmaydi. Va o'zining bu yerda kattagina garderob xonasi bor. Har bitta detaldan unumli foydalanilgan. Ko'rishingiz mumkin. Hamma narsani juda ham chiroyli qilib puxta o'ylangan har bitta narsalar. Bu yerda yana bitta katta garderobimiz bor. Juda ham zo'r. Bu yerda yana bitta katta spalnimiz bor, sanuzli bor. O'zining bu yerda bu yoqda dush qilingan, bu yoq orqasida sanuzli bor. Bu yerda yana kattagina shkafli zonamiz bor. Garderobni holida siz ham bo'ladi. Xo'p. Spalnimiz bu yerda, bu yoqda ham oynalar bor. Bular hammasi ochiladi, havo aylanishi yaxshi, hurmatli obunachilar. Bu uyimizning narxiga keladigan bo'lsa, uyimiz narxi 185 ming so'rog'imiz, ozgina kelishtiradigan joylarimiz bor. Pul naqd bo'lsa, shitir bo'lsa, biz ham shitir qilib tezlashtirib berib yuboramiz. Uspet qilinglar, do'stlarga borib qo'yish esdan chiqmasin. Hammani yaxshi ko'raman. Qizil qilib yurakchan qizartirib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Xayr.